Assalomu alaykum tushungan kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan 2025-yil kelishda davom etayotgan traktorlarimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Akalar, bugungi obzorimizda Elda 134 hamda 36 kuchli traktorimiz va undan kattaroq kabinali Elda 154 50 ot kuchli kabinali traktorlarimiz haqida ikkalasini to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Videoni kuzatib boringlar. Obzorimizda 36 kuchli traktordan boshlaymiz. Oldi orqa balon tortadi. Bundan tashqari ko'rib turganingizda 36 kuchli palovoz traktorda 105 talik akkumulyator o'rnatilgan. Antifriz bachogimiz, rulevoy gidravlika, undan tashqari bu 3 portion. Ko'rishinglar mumkin. 3 portionli apparatli traktor. Rasxodiga keladigan bo'lsa, buni rasxodi nagruzkada 3 litrgacha nagruzka qiladi. Undan tashqari orqa tarafiga o'tamiz sizlar bilan, akalar. Orqa tarafda mana ko'ryapsizlar. Zamonaviy, hozirgi endi oldingi modelda faralari, orqa faralari bunaqa emas, hozir o'zi zamonaviy, hali o'zgarishlar kiritilgan. Orqada распределительlar 4 ta bunda. Undan tashqari vom обороты 540 ga 720 bosadigan silindrlarigacha bor. 60-70 agatga tushadi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tamiz. Akalar, bu boshqa modeldagi traktorlarimizdan farqi buning balon razmerlari, ya'ni kichikroq. Bu balon razmerlar bilan akalar sizlar chesnok hamda piyoz qator orasiga bemalol tushadi. Bunday aytganda agatni bosmaydi. Oldi balonimiz ko'rib turganingizdek ingichka 6 ga 16 hamda orqa balonimiz 9,5 ga 24 balon bilan jihozlangan. Endi kelasizlar tablo qismiga o'tib o'tamiz. Bu sidenyaga. Bismillah. Ko'ryapsizlar aka, bu yerda skorosklar 4 ta peredachali. Hammasi qulay, oyoq tegdi, xalaqit beradigan narsa yo'q. Tashbaqa quyon ham shu o'ng tarafda. Undan tashqari mana bu yerda ko'tarish, tushirish navyaskalari hammasi bor. Maksimal skorosi 30. Avarinka chiroqlari hammasi joylashgan. Keyin yana bitta qulaylikni aytib o'tamiz. Yozda qizimaysizlar, sababi bu plastmassa, tunuka emas. Bu ko'rganingizda, boya aytib o'tganimizda tashbaqa quyon, skoros, undan tashqari ruchnoy gaz hamda orqa naveskalarni ko'tarib tushiradigan rechaklari ham ko'ryapsizlar, yangilangan. Undan tashqari mana blokirovka hammasi mavjud. Vom обороты chap tarafimizda 540 ga 720, oldini qo'shadigan rechaklar hammasi mavjud. Undan tashqari bundan oldingi kelgan partiyada yashichasi yo'q edi, ya'ni instrument soladigan qutisi yo'q edi va yana bitta narsasini aytib o'taylik. Akalar, hozir orqaga o'tganda kompressor bachoglarida ustalovka qilinmagandi. Faqat hozir shlankani o'zini ulish bo'ldi. O'zi nasatka bilan birga chiqib kelyapti. Zavodskoy bu hammasi ko'ryapsizlar. Va faralar LED hammasi oddiy faralar emas. Yoritishni xudo xolasa chiroyli yoritib beradi. Traktorlarimizni mana undan tashqari yana ustuli tarafi o'tirgan joyingizda massani yoqib o'chiraverasiz. Qulay joyda joylashgan, starter hamma narsasi bor. Gulishtillar, воздушный filtr. Endi akalar 304 narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa keldi, mana sotuvga chiqdi. Narxi $7,500. Bemalol kelib xarid qilishlar mumkin. Endi keyingi traktorga o'tamiz, ya'ni 50 ot kuchli kabinali traktorimizga obzorga o'tamiz. Akalar, 50 ot kuchli oldi orqa balon tortadi. Bu ham oldingi partiyadan ko'ra bunda ham o'zgarishlar katta. Buni hozirlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Oldingi partiyalarda oldidagi protivovesi 4 ta bo'lardi. Hozir mana 6 ta, ya'ni 2 ta qo'shilgan yana. Endi motor qismiga o'taylik sizlar bilan. Motor qismi ko'ryapsizlar akalar, massani. Massa bunda o'sha traktordan tushib o'chirib yoqib yurmaysiz. Kalitni o'zida o'chadi, yonadi. O'chib yonadi bo'ldi. Dalch boshlab ketiraman. Akkumulyatori 120 talik, katta akkumulyatordan joylashgan. Konditsioner radiatori hamda orqasida suv bilan sovutiladigan radiatorlar o'rnatilgan. Ko'rib turganingizda oldingi partiyalarda zashnilar yo'q edi, hozir maxsus zashnilar bilan chiqyapti. Apparat 4 portion. Oldi orqa balon tortadi, maslinli filtrlar hammasi joyida. Воздушный filtrlar ham hammasi bor. Oldingi okalarimiz olgan traktorchilarga ko'rishsa videoni, воздушный filtri uzunroq edi, endi hozir qisqartirilgan, ya'ni udobniyroq bo'lish uchun. Oldi balonlarimiz razmerini aytib o'tamiz. Orada
7,5 ga 16. Old orqa balon tortadi. Orqa balon esa 11,2 ga 28. 60, 70 agatga tushadi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Orada sizlarga qisqa qilib reklama emas bu. Prosta sizlardan iltimos. Obuna bo'lishni unutmanglar. Ya'ni Chimgan O'zbekiston kanali YouTube'da hamda Telegramda Chimgan O'zbekiston. Ikkalasiga obuna bo'lib qo'ysanglar, so'nggi yangiliklarni doim sizlar bilan birga baham ko'ramiz. Akalar, motor qismiga yana kelamiz. Передохранительlar ko'rib turganinglarda udobniy joyda. Krishkasi menda albatta, hozir sizlarga ko'rsatish maqsadida yechib oldim. Hozir mana solib qo'ydik mana передохранитель. Akalar, antifriz bachog'i tepaga o'rnatilgan, ya'ni bu yoqda emas, tepada. Bu ruldagi ko'ryapsizlar, hammasi udobniy joylashgan. Hech qanaqa traktorda kamchilik yo'q. Endi sizlar bilan salon qismiga o'tamiz. Salon qismini ko'rishdan oldin bakini ko'ryapsizlar, 60 talik. 60 talik bak. Plasmasali. Bismillah. Salon qismiga mana kirib oldik sizlar bilan birga. Oldingi modellarda obshivkalar bunchalik yaxshi emas edi. Hozir obshivkalarni ko'ryapsizlar, hech qayerda zazor, hech nimasi yo'q. Bu reverse richagiga e'tibor berasizlar. Reverse richagi bunda uzunroq, ya'ni qulay qilib joylashilgan. Va mana sizlar bilan boyagi gapni isboti, massa ulanmagan. Mana kalitda o'zi ulanadi, kalitda o'zi yonadi. Mana. Zavat qildim. Mana kalitda o'chadi. Ko'rib turganinglarda. Yangiliklardan bittasi. Ko'rishinglar mumkin. Nima deyapti bu? Mana o'zingizlar ko'ringlar. Mana lyuki. Tom. Ko'rib turganinglarda bemalol konditsioner, pechka, hamma narsasi bemalol yoqib o'chirasizlar. Mana hozir lyukni yopib qo'yamiz. Mana akalar ko'ryapsizlar bemalol. Magnitola, ventilyator. Eng katta yangilik deymi bu traktorda. Akalar ikkita USB zaryadka bemalol. Va перекуритель hammasi mavjud. Endi bularni richaglarni sizlarga aytib o'tirish shart emas, o'zingizlar bilasizlar. Endi har bitta traktorda richag ketsak cho'zilib ketyapti. Endi uni videoning davomida qo'yamiz, o'zingizlar ko'rib olasizlar. Hamma richag bor. Undan tashqari mana bu yoqda освещенияsi bor mana. LED bu ham. Hammasi LED, bemalol kechasi yorug'likda ko'rinaveradi. Undan tashqari mana 4 ta deflektor, 2 ta kolonkalar bilan jihozlangan. Aytgancha magnitolaga mana ham Bluetooth ekan, ham USB ekan. Oldingizda faqat USB lik edi. Bunda hozir Bluetooth'ligi ham qo'shishibdi. Endi sizlar bilan orqasini, ya'ni naveska ko'tarish qismini ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganinglarda bunda ham shu har doimgidek havo bachog'i, bunda ham o'sha orqa faralar o'zgargan, LED chiroqlar qo'yilgan, распределитель, naveska ko'tarish, mana teleshka ulaydigan hammasi bor. Даже bosadigan silindrgacha. Keyin bunda ham shu oldingi modellarimizdan qolishmagan holda, agar dalada o'z qolib ketgan bo'lsangiz, naveska ulashga qiynalayotgan bo'lsangiz, siz salondan emas, mana orqada turgan holda bemalol bu silindrni ishlata olasiz. Va bunda mana orqa balonlarda toshlari ham bor, maxsus 60 kilolik protivovес. Ikkala tarafda o'sha 120 kilo protivovес toshlari bor. Endi akalar, sizlar bilan shu ikkita traktorimizni test drive qilib o'tamiz. Undan oldin narxini aytib o'taman. Buni narxi $11,000. Xudo xolasa kelsanglar aka, 10,500 qilib beramiz. Faralar yoniqmi, o'chiqmi? Mana akalar hodisalar bilan test drive qildik va orqa, ya'ni naveska ko'tarib tushirish hammasini ko'rsatib o'tamiz ishlash jarayoni. Orqasiga bemalol ko'rishinglar mumkin.
mana ko'tarish hamda tushirish. Hamma richaglar mavjud. Bundan tashqari mana hozir mana оборотni kamaytirdim, ruchnoy gazda, ya'ni oyog'im gazda emas. Mana qo'lda qo'shib bemalol ko'rsatib o'tirishimiz mumkin. Tashbaqa quyon ham tushishi mana. Tashbaqaga o'tkazdik hamda masalan birinchi skort ko'rdik deylik, mana harakatlanishi aka ko'rib turganinglarda hammasi bor. Endi sizlar bilan kabinali traktorimizni obzorini qilamiz. Akalar, mana endi buni test drive ko'ramiz. Bismillah. Har doimgidek boya aytib o'tganimdek, buni hech qanaqa massa ulaganim yo'q. Mana kalitni yoqdim. Revers richagi hamda ikkinchi skortga qo'yib, qo'yib yo 3 ga qo'yib haydab ko'ramiz sizlar. Harakatlanish ko'ryapsizlar, tez. Palovoz bo'lgani hisobiga. Hop, ikkinchi skortga ketamiz. Endi hozir skort almashtirib ko'ramiz sizlar bilan. Ya'ni 3 ga qo'shdim. 3-chi skort. Ya yuguradigan traktor ekan. O'ta tezkor. Endi sizlar bilan qolgan joylardan naveska ko'tarish qismi yoki hozir kelsanglar bu salon qismini ham pechkalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana kansani ham qo'shib ko'ramiz akalar sizlar bilan. Urishini ko'ryapsizlar. Hop, o'chirdim, atelab. Kansaning ovozini eshitish uchun. Mana eshitishingiz mumkin. Qanaqa havoni urayotgani. Hammasi zo'r. Bunda ishlashi zo'r. Hamda bu ventilyator. Ventilyator hozir mana bu yerda o'zi richagi bor maxsus. Bemalol. Tezlashish 3 ta ekan. O'rta o'chiradi, bu yoq sekiro, nari yoqsalar tezlashgan. Ikkita funksiyada ishlaydi bu ham. Va hozir zavod qo'ylik, orqasini ko'rib chiqamiz, navis ko'tarishni. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay. Akalar, bu traktorni nuftani bosmaguningizcha zavod bo'lmaydi. Albatta, nuftani bostirib zavod qilasiz. Ya'ni bu yosh boladan himoya qilish. Ya'ni yosh bola o'tirganda bemalol zavod qilib keta olmaydi. Mana boya aytgan richagim ko'rishingiz mumkin mana. Hech qanaqa hech kimni yordamisiz bemalol naviskani o'zingizlar ulasanglar bo'ladi. Bitta mashina richagda. Havo kompressorini aytib o'tdik. Qolgani mana sizlarga nima qulaylik bo'lsa hammasi bor. Narxlarini aytib o'tdik. Xudo xolasa, kimga ma'qul bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, ikkala traktor ham sotuvda mavjud. Kelsanglar chiroyli narxda beramiz. Kimga shunaqa agrotexnikalar kerak bo'lsa, Chimgan traktorlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati.